Assalomu alaykum. Tracker 2 avtomobiliga qilingan ishlar haqida to'xtalamiz. Oldida ablisovka o'zgartirilgan, RS dizaynidagi ablisovka taqilgan. Eshik regulirovka zaruriy xizmatlardan bittasi. Yangi chiqqan avtomobillar yaxshi yopilmaydi, shuni hisobiga 4 ta eshigi shoma izolyatsiya qilinib, yumshoq yopiladigan bo'lgan. Pol qismi ham bagajgacha ham shoma izolyatsiya qilingan, cho'ntaklariga karpet materiali yotqizilgan. Ana endi narsa qo'yib qo'yilsa ham taqir-tuqir ovozda chiqmaydi. Malibu bar o'rnatilgan, zazorlari zo'r qo'yilgan, hamma narsasi ishlaydigan bo'lgan. Garimdori zavatganinglarda yonadi, tormozni bosganda yarkilashadi, qora parok o'rnatilgan. Bu narsa 150 kilogrammgacha og'irlikni ko'taradi. Chexol taqilgan. Tracker 2 avtomobilni o'zida zavod chiqqan chexolda koja, charmdan bo'ladi. Bu aslida Germaniyadan O'zbekistonga keladigan material hisoblanadi. Yumshoqqina, kojadagi sovuqda sovib ketmaydi. Yozda issiq iqlimlarda, issiq havolarda isib ketmaydi. Videomiz yoqqan bo'lsa, ma'lumotlar foydali bo'lgan bo'lsa, albatta 97 kodi bilan 734 03 raqamiga aloqaga chiqib kelsanglar, xursand bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlarni xursand qilishlik uchun biz xizmatdamiz.